Yurtingizda ham qishloqlarga tomosha ko'rsatdingiz. Qarang mana chiqmaydimas chiqqan birinchi bo'lib gullar qadam bosyapti nimaga? Bularda otasi saxiy, onasi saxiy, farzandlari ham saxiylik o'rgatyapti. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Bu hafta mana talabingiz 10 mingta so'm, 5 mingta so'm rahmat. To'ydim. Shirin orzulardan to'ydim. Rahmat. Sonlarda bir yulduzlar ko'rdim. Shu yulduzga niyatlariga yetsin, salomat bo'lsinlar. Ko'klarga Mana ota-onalarni duoga rahmat. Niyatlariga yetsinlar, to'ylari qilsin, to'ylarga balandor qilib xizmat qiling. Rahmat. Rahmat. Niyatlariga yetsinlar, salomat bo'lsinlar. Ha. Bojam aka. Qarang, o'rtada tursiz, mana akalarimiz, opalarimiz, ukalarimiz o'rtaga chiqaveradi bitta. Endi ko'pchilikda vaqtini olmang, issiqda. Bir tarvos bog'iga aylanib borish hamqar. Ko'pchilik o'rtaga chiqqan istola qiladi. Bir o'zingiz aylanib borasiz. Aylanib borganda berganda bermaganda duo qilasizlar. Aylanib boringlar, mardlar sahiylar yo'qlasini baragilar. Duo qilib boringlar aka. Keta. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Niyatlariga yetsinlar. Rahmat. Bana bilan bak bo'lsin, kami bilan bak bo'lsin, g'iybat mantiq deyilsin.